Bu to'g'ridan to'g'ri yuzga tekkan oyoq zarbasi 10 millionlab tomoshabinlarni hayratda qoldirdi. Jo Rogan, Chandler va butun arena ko'zlariga ishonmayapti. Bu xuddi Jon Everda qotillik sodir bo'lgandek ko'rindi. Afsonaviy Toni Fergyuson esa nima bo'lganini tushunmayapti. Gap UFC 274 musobaqasi haqida ketyapti. Michael Chandler va Toni Fergyuson o'rtasidagi to'qnashuv. Tonini ko'pchilik hisobdan chiqargan jangchi eski El Cucuy qiyofasiga oktagonga chiqdi. Tajovuzkor va o'ziga ishongan holda kutilmaganda u chap to'g'ri zarba bilan Chandlerni larzaga soldi. U esa bir necha qadam orqaga chekinishga majbur bo'ldi. Jangchilar markazda yana to'qnashib, kuchli zarbalar almashishdi. Toni xotirjamlikni saqlab Chandlerni ko'z olsin yorib qo'ydi, ammo ikkinchi raundning 17-soniyasida Chandler portlatdi. U sakrab to'g'ridan to'g'ri jag'i ostiga front kick zarbasini yo'lladi. Bu zarba pastdan yuqoriga berilgan xuddi lom bilan jaqqa urgandek bo'ldi. Fergyuson yuztuban yerga quladi. Bu nokaut UFC tarixidagi eng dahshatli nokautlardan biri bo'lib qoldi. Do'stlar, ushbu nokautga birdan 10 gacha baho bering.